O'zbekistonda shifokor bo'lish necha pulga tushadi? Keling shu haqida gaplashamiz. Toshkent davlat tibbiyot universiteti misolida ko'rib chiqamiz. 2025-yil holatiga ko'ra taxminiy kontrakt narxi stipendiya bilan 17 million, stipendiyasiz 10 million 500 ming so'm. Stipendiya bilan 6 yilga 102 million, stipendiyasiz 63 million tashkil etadi. Kunlik ovqatlanish xarajatlari o'rtacha 45 ming so'm tashkil etsa, 10 oyda 13 million 500 ming so'm, 6 yilda 81 million so'mni tashkil etadi. Transport xarajatlari uchun kuniga taxminan 9 ming oladigan bo'lsak, 1 yilga 2 million 700 ming so'm, 6 yilga 16 million 200 ming so'm tashkil etadi. Kitob, kiyimlar va turli jihozlar uchun o'rtacha 2,5 million, 6 yil uchun esa 15 million so'm sarflanadi. Turar joy masalasida bo'lsa, agar yotoqxonada tursa 10 oy ichida 3,5 million, agar ijarada tursa 10 oy ichida 15 million sarflanadi. 6 yilga hisoblaydigan bo'lsak, yotoqxonada 21 million 600 ming so'm, ijarada esa 90 million so'mni tashkil etar ekan. Endi yakuniy hisob. 6 yillik barcha xarajatlarni yozib qoldirdim. Sizdan esa umumiy hisobni chiqarish qoldi. Bu yoki yotoqxonada yoki bo'lmasa ijarada turishni ham hisobga oling. Bundan tashqari sizning kunlik yana xarajatlaringiz yoki bo'lmasa oylik, balkim yillik xarajatlaringiz bo'lsa, qo'shib hisoblab izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Videoni kimga jo'natishni esa o'zingiz yaxshi bilasiz.